天大地云飞走，人欢马笑狗忧愁。乾坤倒转人做主，企鹅从山野风流。保长，你丢掉拐杖，才变礼貌。保长，你想笑却哭，想哭却笑啊！保长，快悬崖勒马，换骨脱胎，死去生来，弃我从善了！王保长，你做人猪狗，你做人猪狗，猪狗做人，快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间岂容鬼做主，人生公路后山后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮总一宿，江山换人长天游。周连长，不要给我说说。딩당 북감. Seni tanık koysam bomba gerek. Kara baka. Bu yerge bir öysele aldın digine. Kır baka. Kır baka mı da? Esta, Wang Begim. Bu kandak mı öy bolsun? 딩당 북감. Sana köp rahmet. Muşundak çağırdı mı? Bana köngül bölgünü aldın. Ben şundak minnettar. 小六，忙一点。哎，周连长。Qara. Jo'lianjang qabaqlarini turib, og'zini ushlab ketib qoldi. Seni tanglikni qo'ydim, ukam dingdang. Wang Begim, sizga o'g'il bo'ladigan bo'ldi. Hay, nimaga o'g'il bo'ladi? O'rindiq ber, dingdangga. O'ldira. Tamashakira. Ala. Ma. Dingdang ukam. O o'g'il bo'lganlik emas. Jinim aman qasıla. Shou Yinfeng bilan uning ofisida bo'lsa-mu, o'g'ilchilik uchrab jafo cheksam-mu, sarlamayman. Tanaka. Jo'nyagwan. Nemish? Tanaka, men buni qabristondan tepib oldim. Tanaka, men yana tehi men yana Rostchumi? Yaxshi. Qaraganda sening inqilob enging xeyli yuqori ekan juma. Rahmat. Aman bir kuni men seni cho'qim atib olib ishiltiman. Rahmat Tanaka. Rahmat. Jo'lanjang. Allo? Jo'lanjang. Sizni izniga yerim qolmadi. Muhim bir ishni sizga doklad qilatdim. Nima ish? Nereden topdingiz? Buni Jo'nyagwan qabristonda tepibdi. U Wang Cho'qurning kuydirayotganligini ko'ribdi. Wang Cho'qur. Jalyo. Jo'lanjang. Oldirmang. Nima bo'ldi? Uni hozir qo'lga olsangiz,
u bo'yniga olmasa qanday qilasiz? Juniyagan guvohlik bermamdi. U burun qo'riqchi bo'lgan. Wang Cho'qir bilan birlashib olib, uningga yon besishi mumkin. Amiz qanday qilamiz? Meningcha bu ishda oldirmayli. Biz to'ydirmasdan pam ishlasak, u o'zligidan to'g'ri tushadi. Shu chaqda uni qo'lga olaylik. Qanday pam ishiltib? Men birisi orqali uningga shapi beray. Ondan bak qiyilinib ketibsiz. Agar bugungi ishga yo'liqmagan bo'lsangiz, yolg'on sarang bo'lib o'tayveramdingiz. Nima bilmadim. Ikkimizning taqdiri o'xshib ketdi ekan. Xo'xa acha. Mening holim siznikidan muharram. Azob bo'lmasak, umr bo'yi sarang bo'lib o'tatdim. Endi yaxshi bo'ladi. Azob bo'ldik. Endi cho'qim yaxshi kunga erishsiz. Azob bo'ldik. Jaboliq kunlarimiz tugaydi. Shoyi, bugungi yordamingizga rahmat. Qanday qiyinchilikqa uchirsangiz, meni izlang, ha? Lu atrat boshlig'ining meni izdeganligini boshqalarga aytmang, avarchilikqa qolmang yana. Shoyining taqdiri, koni jamiyatning biz ayollarga keltirgan kulfatning ixcham ko'rinishi. Biz o'rnimizdan dast turib, qaddimizni ko'tarib, o'z kuchimizga tayinib, yangi turmushga intilib, ayollar barobarligi va erkinlikni qo'lga keltiraylik. Uch chontaqni oldirib tashlaylik. Erkinlikni qo'lga keltiraylik. Erkinlikni qo'lga keltiraylik. Uch chontaqni oldirib tashlaylik. Uch chontaqni oldirib tashlaylik. Erkinlikni qo'lga keltiraylik. Erkinlikni qo'lga keltiraylik. Uch chontaqni oldirib tashlaylik. Uch chontaqni oldirib tashlaylik. Erkinlikni qo'lga keltiraylik. O'g'limiz Sanvazi Sarang. Agar Shoyi qo'shilmayman desa, hukumat onunğa yan basıdı. Meningcha, Shoyi hamon xoxoning yo'lida mangdi. Endi boshqa kelginni ko'raylik. Endi qanday qilay deysiz? Endi Li oilasiga qaytib bora olamanmi? Siz Lila Shenning asrandi kelini. Agar siz bu ishga qo'shilmasangiz, ajrashib ketsangiz bo'ladi. Hammamiz sizni qo'llaymiz. Men qanday qilishimni bilmay qoldim. Shoyi, qachon ajrashiman desangiz bo'laverdi. Hozir yangi jamiyat atigandan kechgacha uyga bekinib olmay, sirtqa chiqib bilim elang. Ha? Men bilim elib olg'a bosaman. Yaxshi. Chamangiz yetadigan ishlarni qilsangiz bo'laveradi. Keyinchi o'ta o'ylab yiqing. Qanday qilishni o'zingiz belgilang. Ma'qul. Dada, xotinim texch kelmaydi-ku. Apa, xotinim texch kelmaydi-ku. Bo'lmaydi, uni akab beringlar. Vaqirma! Meningcha bugun Shoyi qaytib kelmasmikin? Qarim yo'q. U qaytib kelsin. Salli qilma. Shoyini biz 6 kumushdan keyin setib olgan. Hozir bu qoidaga xilof. Sanvazi, balam, agar Shoyi qaytib kelmasa, bizda amal yo'q. Ya, o qaytib kelsin. Mening qarim yo'q. Xotin, qaytib keldingmi? Kechini o'rvasan yarishidi kel, ha? Kenjakka.
Yuring, uxlayli. Hey, Shoyi, hozir ne vaqt oldu, ha? Dadisi, kelgandan keyin bo'ldi. Shukr qilaylik, ha? Amitabha, Amitabha. Men uni shuncha ko'p yil saran bo'lib o'lishini o'ylamabdi ekanman. Shundaq. Koni jamiyatda u yetkicha alam tatdi. Hey, bugun uning kechirmishlarini anglab, uningga bek ichim og'irdi. Men tek uni rost saran o'xshaydi deb ekanman. Lekin bundaq chiroyli ekanligini o'ylamabdiman. Nima deding? Hech nima demadim. Keling, ha? Hoca. Yaqindan buyon Wang Cho'qir yana nima shumliq qilyapti-da? Nima shumliq qilibdi? Tunigan men qabristonlikda uning tashviqot varaqchisi ko'ydirayotganini ko'rdim. Rasman? Mana, buni tepib oldim. Undaq emas-ku. Nima ish qondaq emas? Bu Wang Cho'qir aksiyatchilarning ishidan qutulanmay turib, bu qandaqmi aksiyatchi tavshiq varaq taqdi-da. Ha? Ishonmasang o'zing berib baq. Men qabristonlikka berishdan qo'rqaman. Hey, Tangji ishi bilan bilib olsang bo'ladi-ku. Ma'qul amsa. Hoca. Kompartiyaga yaxshi bo'lay desang, bu bek obdan fursatchimi? Bilamsan, men sana yordam beryapman. Ha, bo'lmasa, bundaq obdan fursatni men sana beratdim-mi? Rahmat Afan aka. Qara. Yig'ib bo'lib, menga bergin. Men cho'qim Jo'liyanjonga seni maqtab beraman. Yinfan apsi, uyingizda choshqan bor ekan. Men sizga choshqan dorisi olib keldim. Igizrak yaga qo'ying ha. Shao Yinfan, uni yeydigan narsamiga deb yavamiz yana ha. Ma'qul. Ma, satmamga ketdim hamsa. Wang Cho'qirning yuragi qopdi ekan-ku. Ha? Bittachi, nima chiqatsan? Hozir. Sen dadam pandimcha tayyorlagan sovg'atni yavog'ining nemisi? Buning bilan dadam pandimchakka cho'ng ish qilmoqchi edi. Dadam kelsa, pochig'ini chiqardi-da. Qanoq qilamiz? Amsa qanoq qilamiz? Men nadim bilay. Qanoq qilaman? Pochig'imni chiqardi ekan. Pochig'imni chiqardi ekan.
Hey, çapsam hayda kutun. Ha, Ha. Hı? Bu acep ses kıpıravatıdı o. ha? Putning purg'i tek qiladi. Esta! Bu sevazda ses kıpayıp o. Bu paçaklı o yevaptı. Onun ağzı yırtıp paçakını çekip etmesem iyi sap emez. Çekip etme onun paçakını. Ay, dadısı. Ha. O yeydiganni yeb bo'pti. Endi urgan bilan ning foydasi, ha? Ay, emiz qandaq qilamiz. Bo'lmasa bozorga borib ishga uchun go'sht ekkanmanla. Yeni göç alamdık. Yomey, yayağını korup verin ha. Qo'rim yetidi. Mushin yeb turg'in. Ahtidan kashkicha ozodlik armiyaning cho'ng ishlariga yordam berib, yerib, julug'im chiqib ketay dedi. Olimdan tuzukroq xabar olmamsiz. Ozodlik armiyaga yordam bersang, hargiz qarshi turmayman. Biroq haqqi ziyonkashlik qilma. Ko'nlar do'st ko'p bo'lsa, yo'l ko'p bo'lar, dushman ko'p bo'lsa, to'salg'u debdikan. Hey, gapni aniq dama. Men kimga ziyonkashlik qildim-a? Van begimni olayliq. Ilgari u ras askirlik qilgan yaxshi ishlarmi bor? Ozodlik armiya uning nima qilsa, biz bir chetda qarab tursaqli bo'ldi. Sen o'lmakning ustiga tepmak degandek ish qilma. Uni men adablamasammi, ozodlik armiya adablaydi. Ha. Hozirgidek vaqtda ahvolni men desak, inqilob qilgulik. Inqilob qilmay, Van Cho'qirdek aksiyatchilarni yo'qotmasam, ozodlik armiya meni ahvolmaydi. Ozodlik armiya hozir uni adablab, oqidilla bizning oiladagilarni adablarmikin? Sizlarni adablasa, mening nima korim? Hey! Pandimchak. Mening dadam sening qiynatang emasmi? Ha. Unutib qolma, dadangiz menga bak piqsiqlik qilgan. Hozir qiyin ahvolda qolgan chaqda meni yulanch qilaman davatidi. Mencho ikki qo'limni kaynimga qilib turib, tamash ko'raman. Yomey! Ishni ochma. Dadam kasimi eshikni ochmamdi. Senda odamgarchilikmi yo'qmi? Yomey! Şimdi tez aşkın. Dada. Yomey! Apa. Oy, ki oğlum. Apam bugün işkicin göç yaptıkken, onun yerimini silahı ekkeldi. Karala. Apa, uy kirgin. O'ltiringlar. Ha? Oy, Pandimchak. Ko'zing qarg'ib qoldimi sening? Ha? O'zingizning ko'z qarg'ib qopti. Sen ki oğlum. Aroq ichib sen. Ha, aroq ichishga salaytim toshatdimi meni? Ichayotganim eshak sutigi. Hey, men mo uyda aroq içsem, opamı meni mushundaq tillaydi. Ha? Qayda bilamsiz, bilmamsiz. Hey. Pandimchak. Men senin qiynatangcimi? Uyingga kelsam, men aroq tutmoq tugul, texi meni qayduqmaydi deysan ha? Hey, sizda qiynatining nima keragi, ha? Men hozir dehqonlar jamiyatiga tayyorlik qilish guruhining mas'uli. Lo'yin bozorni mana men boshqaraman. Hatta sizmi mening buyruqim o'rlashtirishimga bo'ysunasiz. Nima? Men sening buyruqingga bo'ysunamdim. Sen acaba o'zingni bilmay qilyapsan ku, ha? Hey, dadısı. Kuyovimiz ozodlik armiya bilan yaqin kelgusida o cho'ng mansab tutadi. Uning gapini anglamasak qandoq bo'ladi, ha? Tozimi ben? Voy can! Nimandaq kim deysan?
Bering, bering. Tepib oldingizmi? Qayerdan? Kir yuvib etib, daryo bo'yidan tepib oldim. Harbiy idora qilish komitetiga topshirib beray. Ixtiyoringiz. Xo'sh. Kuyog'lim. Liloshan, Ha? bugun nima maqsadda go'sht akagingizni men obdan beraman. Kuyog'lim, bilsang yaxshi o'g'il. Ko'nila qo'l ichiga egiladi debdikan, sirtiga egilsa bo'lmaydi-da. Nimali bo'lsin? Biz degan bir oylik kishilar emasmi? Siz dedingiz, ha? Ha? Ma'qul. Bundaq bo'lgandan keyin uyingizdagi mol dunyoning yerimini menga bo'lib beringizmi? Ha? Yerimi ne? Oo. Hey. Sen tazımı insafsızken sen o. Nefsin acayip yaman ki ha? Hey. Qara. Ki oğlum. Sen mi bilirsen? Bizde hiç qandaq mal dünya yok. Qasr saldırganda nurg'un pul xərclədim. Davazı Tayvan'a barman deb nurg'un pulni aketdi. Men de şu Belli. Siz pulning hammani Liyan Food'un Tayvanga mangdur etibsiz-da? Kompartiyaning hokimiyat yurgizmusin deydigan o'xshamabsiz. Ha? Yo'q, undaq emas. Men kompartiyani hokimiyat yurgizmusin demdim. Siz nima maqsadingiz bor? Hech qanday maqsadim yo'q. Siz pulni kompartiyaga harbiy idora qilish komitetiga topshirib bering. Menda pul yo'q. Pul bor. Menda pul yo'q. Pul bor. Menda pul bo'lsa-mu, sana bermayman. Yaxshi-ku, gadankeşligini buning. Men hozirda ozodlik armiyani chaqirib kelib, topgan taginingizning hammani elib olaman. Kuyog'lim. Ozodlik armiyani hargiz chaqirib kelma. Bu menga birdamlikli ish. Kuyog'lim. Kuyog'lim. Voy hey dadısı, onun bilan takkallashmay, pul desa, azroq pul bersirilib bo'lmadimi? Pul degan odamga boqivanda emas, hozir jinimizni saqlab qolamayotgan chaqda pulni unchilab tiqib olib nima qilalar deyman. Kuyog'lim. Sen zade necha pul olasan? Sizda necha pul bor? Kuyog'lim. Menda hozir aralla 50 kumush tanga qoldi. Usroq, aran shunchilikmi? Nima? Sen meni usroq deb tilayotamsan. Sen usroq shu. O'rgandimchak. Dadamning oldida to'la nochilik qilma. Dumbangi qaychini sanjib qo'yma yana. Sizlar men sizlarga rostini aytay, ha? Sizlarning uydagi mol dunyo turmoq, ya'ni heliqi li qasringlarmi pat arda kompartiyaning mulki bo'lib ketadi. Nima? Kompartiyaning? Agar u pullarni menga balturoq bersanglar, bexatar bo'ladi. Kunlarning birida sizlar tilamchi bo'lib qilib, uyimga kelib qolsanglar, tuqqandochilikning yuzini qilib, sizlarni yulab qo'yaman emasmi? Pulni pokuninglarga besib yozsanglar, kompartiya axtirib, sizlarni quruq qilib qo'ydi. Kömüp bo'ldimi? Kömüp bo'ldim. Hey, maqara. Bu ishni sen bilirsan, men bilaman. Boshqa hech kim bilib qolmasin. Ma'qul. Buni haqqi damdim.
Van begim, Ha? Kim o? bu men. Ha? Ha. Nima ish? Qarang. Nereden tapdın bunu? Ha? Qabristonlikdan. Sen qabristonlikda bunun balig'ini qanday bilding? Xo'chi sizni shu yerda buni ko'ydirdi degan. Ishonmasam, u menga billa bor degan. Billa bordim. Hey, ho'chi buni qanday bilibdi? Yana kim biladi ekan bu ishni? Ha? Yana kimlarning bildig'ini uqmayman. Xo'chi ikkimizning bildig'ini uqaman. Chadaq bo'ldi. Endi mana bola terildigan bo'ldi. Van begim, buni siz taqatqanmi? Men mujlaq ishni qilamanmi? Ha? Jinim unma mening buni taqtib. Mana sirtda qarab tur. Ha. Xo'ja, yaraysan. Yaraysan. Tanaka. Bu aksiyachil tashviqot varqini yuzi vog'i topshirib beramsiz? Ha? Uni topshirib bermasam, sana töhbə nədin keladi? Tanaka. Menimcha buni ko'ytirib o'tayli. Ozodlik armiya bilib qolsa, Wang Cho'qur texmo taskunga qoladi jumu. Ding-dang mendan huquq talashyotidi. Men sizlarni xizmat ko'rsatishga yetaklamasam, uningdan yangilib qolaman. Bu yerda kompartiya qarshi partizanlar bazasi qurmoqchi ekanda. Uchiga chiqqan talbilik qul bu. Ras Wang yo'zi qutdimi? Ha? Ras bo'lmaychi. U bizning buningdan xabar topganimizni bilamdi. Bilmaydi. Uni tutib kelay. Yo'q. Uning endi qanday qiladiganiga qarab boqayli. Pallon, siz uni nazorat qiling. Ma'qul. Vazifani cho'qim o'rinlayman. Agar siz yolg'izlik qilsangiz, bir yordamchi teping. Ha, Jamshuji. Wang Cho'qur jazman Xo'chining eg'izini etadi. Qarang. Tangjishi bilan Xo'chi bugun qabristonlikqa belli beribdi. Tangjishi Wang Cho'qurning yaqin odami. Wang Cho'qur uning deb qo'ymasligiga ishonadi. Biroq Xo'chi o'xshamaydi. Xo'chiga u gap yugzamaydi. Shunga u jazman Xo'chining eg'izini etadi. Agar biz mushu dalil isbotni qo'lga tushira olsak, bu tashviq varqini Wang Cho'qurning toqatini aniqlanadi. O'rinliq. Sizning qanday qilsak bo'la? Meningcha bir ikki kun Wang Cho'qur bilan karimiz bo'lmasin. Biz yilonni usidan chiqaraylik. Xo'chiga ko'z quloq bo'lsaqlar, hamon bir natija chiqdi. Ma'qul. Mushunda qilaylik. Uni nazorat qilishimga yordamlashga bir odam bersanglar qandoq? Jo'lanjang, ding-dong yordamlashsin. Ding-dong bilan Wang Cho'qurning munosabatini ko'zda tutsanglar. Amsa, yichin yordamlashsin. Ma'qul. Xonimingiz yordamlashsa, ish jazman utuqliq bo'ladi. Bu ishni bir nechimizdan boshqa hech kim bilmasin. Tashviq varqining mazmunini oshkorlamaylik. Davron silib etmaylik. Qanaqlay? Qandaq qilsam bo'la? Men bilmayman. Buni bilsam, bundoq o'ltirmaydi. Xo'chi bilan ko'rishaymi? 3-yangi keldi. Bu ishni u bilmasin juma. Ma'qul. Buni demasingizmi, uningga demayman. Siz nima edingiz? Ha, Tamaq edingizmi? yedim.
sig'idi-ya. Yemayman. Tamoq yemasangiz bo'lamdi. Yerimdan qandaq o'zsin tamoq. Siz miza yo'q ishlardan vayim yeydi ekansiz. Ma'qul. Yey. Aldirman ye. Aldirma. Qo'shiqni yechib, ishim chaplashib ketgan tursa aldirmay. Siz bilmaysiz. Ha? Bugun yig'inashgan. Yig'in tugishi bilan sizga tamoq qatdim. Nima yig'lashdi? Dehqonlar jamiyati quradi ekan. Etizi yer yo'q dehqonlarning hammasi qatnashsa bo'ladi ekan. Kim bosh bo'ladi ekan? Ozodlik armiya ishga nomzod ko'rsatdi. Biri dingdong, yana biri pandumchak. Pandumchak degan haramliq bosh qo'yib qolsa bo'lmaydi juma. Ha? Ozodlik armiya avval o'ylab beqib keyin saylanglar dedi. Hey. Dingdongga ayting. Dehqonlar jamiyatining raisligini hargiz qo'ldan bermasin. Juma. Buningda belasani qaraydigan gap. Biz tanji ishimiz boshqalarga uni saylashni aytamiz. O'zingizga ish topmang. Tez tamog'ingizni yeng. 3-chi yangi buni daryo bo'yidan tepib oldim deydi. Chiq pulkan qo'y. Kim yuturib qo'yibdi? O'tiring. Yo'ldosh Dingdong. Saminingizga sep qo'yay. Vang yo'zu bilan ozroq aloqa qiling. Tushundingizmi? Ma'qul. Patarada dehqonlar jamiyatiga rais saylaymiz. Men sizga ishonaman. Bundaq chaqda chatoq chiqsa bo'lmaydi. Janshoji, xotirjam bo'ling. Vang yo'zu bilan qo'riqchilar o'qtiring. Bugundan boshlab ular Longyin bozorining tozligini qilsin. Ma'qul. Bugundan boshlab sizlar Longyin bozorining tozligini qilasizlar. Hamma yerlarni pokiz supursizlar. Angladinglarmi? Vazifani o'rlashga kafolat beramiz. Menglar. Dingdong. Bana yo'zu. Sizin berib ishlang. Ma'qul. Kim bir ish qilmayman debdi. Xuddi hammasi ajab pandimchakdek yuzsiz bo'lib ketibdi. Hey, Xo'ja. Uy. Haramliq. Qara, zaman rastla o'zgaribdi. Ilgari bu qo'riqchilar bek yovuz edi. Endi yavaşlık bilan ko'ch supurib, bozorning ko'chlarini pat-pakiz qilyotdi. Şu azadlık armiya yaxshi, kompartiya yaxshi deymiz. Manchoqor, sen acaba qetirqinib supurib ketibsan bu. Bu azadlık armiya bana topshirgan sharaf vazifa. Men bu ko'chani pakiz supurib, zarracha axlatni qoldirmayman. Bu qaysi iflos adabsizning tükürüge, ha? Kimni tillayotsa? Voy, pandim chekkan bu. Hech kimni dinlamadim, o'zimni tillayapman. Endi to'g'ri bo'ldi. Sen mening bu yerga tükürginimdan xafa bo'ldingmi? Pandimchak, Sen meni yana pandimchak deysan-ku. Mening ism familiyam bor. Meni Panlongda. Hozirdan boshlab meni qaysing pandimchak deydigan bo'lsang, ko'gligingni ko'staman. Uqdingmi? uqdim. Ma'qul. Pandong desak deylik. Biroq yana shu dunmaqni azroq bir narsaga bog'liqsan. Nimdi da? Nima debdi ba?
Hey, bu koç süpürüş azatlık armiya bana tapşırgan şereflik vazifem. Sen halığa tükürsen ha, azatlık armiyaga karşı çıkılan bolsa uqdun mu? Bana to'liq qalpoq kiygizma. Sen kim qalpoq kiygizibdi? Hey, Lovchen, Lovha, sizlar bir haqqa qilib beringlar. Men deganim to'g'rimi xatomi? Pandumchak, tükürgінің bo'lmadi. Bu yana tehi emdili süpürgen tursa. Siz ular bilan bir yoqdan bosh chiqarsangiz bo'lmaydi. U odamlar qandoq odamlar? Ha? Men qandoq odam? Pandumchak, mening yig'irini oshqim yo'q. Sen o'zingning po'qini tex adolab bo'lanmiding? Siz Jangdagi Jangshuji chiqdi. Pandumchak, endi u gap qilib baqsin. bugun sen bilan tang bo'lmayman. Tükürükni surtib etsam, men qanaqa qila olaydim? Jangshuji, Ha, keldingizmi? ha. Dadısı, Ha? ne görüp kelle? Boy men konu öydük açlık ambirimizga berip geldim. Oy, dadısı, o narslarni saqlab qalsak saqlab qala oldik. Saqlab qalamasak bo'ldi qizlar. Bu kunlarda jonni saqlab qala olsaqla cho'ng ish. Senin çeçen uzun aklın kıska. Pul bo'lmasa canın eli gerigi. Xiyallarda o narslarni ochliq ombiriga yo'shirib qo'ysak bexatar bo'ladi deb o'ylabdi-da. Ozodlik armiya kelib, oqtirsizlar, tepib oladi. Dada! Haramlık hecep okuttun ha. Sizlar pul yushirib qo'ydinglarmi? Hey! Sen emdi o'rningda turdingmi? Oqshimi faqatla uxlayolmayapman. Yaramaz nan epi. Dada, sizlar rostla pul yushirib qo'ydinglarmi? Ben qaysi pulni yushratdim? Gapinglarni angladim. O pullarni nega yushirib qo'ydinglar? Men pullarni bozorning g'arbidagi qabristonlikqa yushirib qo'ydim. Ha, haqqi deb yurma, ha? Demayman. Hargiz demayman. Ha. Ma'qul. Dehqonlar jamiyatini darhol qurib, xizmatlarni tezdan izg'a solamiz. Qaytib keldingizmi? Ha, Chondo'ga qachon hujum qildik ekanmiz? Ha, tex suhbatlashib o'tibdi. Tinch yo'l bilan olamiz deydi. Shundoq bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Chengdo tinchlik bilan ozod bo'lsa, endi urush qilaman deymisan bo'g'dak. Urushning maqsadi urushni tezroq tugutish. Aras, muhim bir ahvol bor. Taqqa chiqib bandit bo'lib olgan Lo atrat boshlig'i yaqinda Levlu yesida bulonchilik qilib, bizning 3 askarimizni etib etibdi. Men uning ishini daydab turgan. Buni 3-yangi tepib olib, Dingdongga topshirib beribdi. Qara. Mana. Lo Tixan? Dal Lo atrat boshlig'i. To'g'ri. O yana Lo'yin bozoriga ko'z tikib yetibdi-da. Shunda taqiladi. Qat xushar bo'layli. Lo'yin bozori xatarli bo'lib qoldi. Lo'yin bozori qil ustida turibdi. Tashviq varqining mazmunini qaraganda, ular bu yerda kompartiyaga qarshi baza qurmoqchi ekan. Lo atraf boshlig'i meningcha Gomindon bilan til biriktirmadi. Shunga tashviq varqini ular tarqatmagan. 3-yangining burun Lo atraf boshlig'i bilan munosabati bo'lgan. Onundan bir qizi bor. Endi kelib, Mangyozuning loyiqi bo'lib qoldi. Bu ayolga sal qaramayli. Bo'lmasa,
Onundan so'rab baqamdoq. Ma'qul. Hoca. Ha, Van begim, nima ish? Hech qanday ish yo'q. Qara, men sendan bir gapni so'rab baqar ekan. Hali qabristonlikdagi Yo'ldoshlar. Hoca! Hoca! Hay, Van yozu. Xo'jini chaqirib nima qilasiz? Ya, hech nima qilmayman. Men kechda kartinga araq ichgili kelamsa deb so'rab baqay degan shu. Yo'ldoshlar, sizga da'vat qilmay. Menga beray ya. Van begim. Ha? Nima ish? Jo'lenjan Xo'xo atamni chaqirtib ketdi. Ha? Jo'lenjan nima ish? Nima ish? Yilqi pulning sababidan. Pulni ishini Jo'lenjan qanday bilibdi? Xo'xo atam pulni dingdanga beribdi-ku. Dingdan pulni yuqoriga topshirishni loyiq topgan. Shuning bilan Tushundim. Rahmat, ha? bo'ladi. O'zingizni biling, ha? Men ma'lum. Chataq o'tdi. Chataq. Pulni kimdan berganini rost bilmamsiz? Men aytdim-ku. Kirib bitib, daryo bo'yidan tepib oldim. Qarang. Buningga Lutiyxan degan ism kashtilanibdi. Uchinchi yanga. Loatrat boshlig'i keldimi? Bilmayman. O sizni izladimi? Yo'q. Bilamsiz. Yaqinda o banditlarni boshlab berib, Lulu yesida bulanchilik qilib odam o'ldiribdi. Bu balaxo'r munofiq. Anglasam, qizingiz Shoyinfan uning o'z qizi ekan. Ko'nala bir kunlik xotinda 100 kunlik mehr bor debdi ekan. Jo'lenjan. Uning bilan hech qanday aloqam yo'q. Ras. Men uningga bek o'sh. Albatta shunday deysiz-da. Menga ishonmamsiz? Hech bo'lmasa uning sizga teqi ko'ngli bor. Uning kimga ko'ngli bo'ladi? Uni odam degil bo'lmaydi. U ayollarni ko'zda turolmaydigan buzuq. Ishqilib, men gapni aniq dedim. Lutiyxan banditlarning qatilishi. Biz yo'qotadigan odam. Uning bilan kim til biriktirsa, uni bosh qo'yatmaymiz. Gapingizdan qaraganda menga zodil ishonmaydi ekansizda. Sizga nima deb ishonatdim? Meni hilmi uning bilan bir aloqasi bor deb qarasanglar. Mening o'ligimning yaxshi. Uchinchi yanga. Harigiz yangilik qilma, uni tashlang. Nima qilay deysiz? Bizga tahdid silyapsiz? Men pokligimni bildirmoqchi. Uchinchi yanga. Uni tashlang. Uni tashlang. Dokalat. Van Yavzu keldi. Kirsin. Kira. Yinfon hapsi. Yinfonning hapsi. Bu nima qilgangiz deyman. Van Yavzu, uni ayıring. Ma'qul.
Yinfon hapsi. Hergiz unda qilmoqchi ma. Şo Yinfon uyda osh qo'rsak, tamoq etib berishingizga qarab o'ltirdi. Hergiz ahmoqlik qilmang, ha. Juma. Cao书记, 教练长, 이렇게 pulning ishini surishtirayotganmidinglar? Shundoq. Cao书记, u pulni Yinfoning apsiga men bergan. Ras. Siz berganmi? Rastlı men bergan. Lekin uningga Lotiyaxon degan ism kashlinibdi-ku. Bunun sebebini ben dep berey. İlgili ben Lu Atrat başlığı bilen bir soda qilganda o Mamuş Hamyanda pul bergen. Hamyanni ben onunğa qaytırıp bermegen. Deganingiz rostmi? Ha, butunlay rast. Qilcha yolg'oni yo'q. Bo'pti. Amisi dana. Bu hamyanda zodi qancha pul bor edi? 30 kumush tanga. Siz Lotiyaxon bilan savdo qilganda u sizga bergan 30 kumush tangani siz hashlab boqmaganmi? Yo'q. U asli menga 35 kumush tanga bergan. 4 kumush tangani ishlatib etdim mana qaranglar. Hozir mana yerimda yana bir kumush tanga bor. Qog'inning hammasi ham yondirdi. Bo'ldi. Sizlar qaytinglar. Rahmat. Can Shuji. Rahmat. Jolyanjam. Yürü. Gitimiz. Gitimiz. Yürü. Vay. Yürü be. Minge. Gitimiz. Vay. Vay. Bana sonmamdı kandı.